minorga borar ekanmiz. Sentrga oqargan joyga ketyapti. Hozirgi zakazimiz ham 16 ming so'mga yopdik. 5 ming повышение bilan beryapti. Qip-qizil joyga turibman. O'tkazib olamiz. O'ldiramiz. Kutamiz endi boshqa zakaz. Va nihoyat mana 12 minglik bilan zakaz oldik. Ketdik endi. Mana hozirgi zakazimizni 25500 ga oldik. Boya 12 ming повышение bilan olganimiz. Hozir endi liniyadan chiqib qo'ymagan ekanman. Keyingi zakaz beryordi. 4 ming повышение bilan endi hozir uni oldiga boramiz. Ha yo'q, u уже отказ qilgan ekan. Hozir endi boshqa zakaz kutamiz. Mana ketdik. Mana hozir yana bitta zakaz berdi. 4 ming повышение bilan. Hozir qabul qilib oldiga boramiz. Mana bu zakazimizni ham 15 ming bilan yopdik. Endi keyingi zakazni kutamiz. Mana biz повышение zakaz berdi. Olamiz. Qani ketdik endi. Mana hozirgi zakazimizni ham 17 mingga yopdik. Endi keyingi zakazni kutamiz. 3 ming повышение bilan oldik. Park Telmanaga borar ekanmiz. Sharof Rashidov ko'chasiga. Qani ketdik endi, olamiz, boramiz. Hozirgi zakazimizni 19500 bilan yopdik. Endi keyingi zakazga ketamiz. Yosh kattaroq onaxon ekan. Tozmartga, Texnomartga keldik. Keyin yana manzil qo'shaman dedi, yana manzil qo'shib turib, hozir birinchi Xalq bankiga borib turib, keyin undan keyin yana bitta manzil qo'shaman dedi. Mayli, xo'p dedim-da, hozir olib ketamiz endi. Mana hozir qancha bo'ldi yurganimizga? Ko'p ham bo'lmadik-da, bir 10 minut, 15 minut bo'ldi yurganimizga. Hozir yana kelib Xalq bankini oldiga kelib to'xtadik. Mana Xalq banki. Yana kutamiz endi. Mayli, ishlarni bitirib olaversincha, biz ham xizmatda yurimiz-ku. Xalqqa xizmatida. Bino chiroyli ekan. Mana hozirgi zakazimiz ham 38 ming bilan yopdik. Endi keyingi zakazni qabul qilamiz. Mana hozir shahar